har bir mo'minning qalbida Ka'ba ziyorati bo'ladi. Bu Ka'ba ziyoratini bizni firmamiz Centrum Holidays firmasi bilan birgalikda amalga oshiring. Bugun sizlar bilan Abduhakim hoji akamiz bilan birgalikda to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mutaxassis 50 boshlarimiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Endi rasmiyatchilik. Xo'p, hoji aka, biz safarimiz necha kunlik bo'ladi? Qatlarda bo'ladi keyin. Safarimiz 14 kunlik safar. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Yeb ichish ovqatlanishlar qanaqa bo'ladi? 2 mahal Madinada 2 mahal taom. Xo'p, Makkada 3 mahal. O'zimiz o'zbek milliy taomlarimiz. Ha. O'zimiz povur akalarimiz xizmatda turishadi. Albatta. Xo'p, gostinitsa oraliq masofasi qanaqa bo'ladi? Gostinitsa oraliq masofamiz endi Madinada 200 metr, 300 metr atrofida. Makkada 1,5 kilometr atrofida. 1,5 atrofida, 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Avtobuslar bo'ladi doimiy. Orasi 3 minut, 5 minutdan avtobuslar qatnovi bo'ladi. Qiynalishmasdan 24 soat. Borib kelsa bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Xo'p, ziyorat, sayohat, ibodatlar qanaqa bo'ladi? Madinada Makkada. Ziyoratlarimiz bor, sayohatlarimiz bor. Madinada avvalo Ravza-i Muqaddasga kirishadi. Xudo xolasa. Keyin Qur'on bosmaxonasi, Hurmo bog'i, Qubo masjidi, shuni singari ziyoratlarimiz bor. Makkadachi? Makkada qanaqalari bo'ladi? Makkada Qizil dengizga boriladi. Arafot tog'iga, Nur tog'iga, Muzdalifa. Bo'ladi. Shunaqa sayohatlarimiz bor. Toyif shahri va Qizil dengizga ham Toyif sayohatlar shahri, bo'ladi. Qizil dengiz bor. Toyif shahrida endi miqotdan tashqariga chiqib qaytib kiriladi. O'shanda yana bir niyat qilib ehromga kirilsa, ikkinchi marta umraga sharoit bo'ladi. Bizim mana shu Centrum Holidays firmamiz bilan birgalikda Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin bitta to'lov evasiga 2 marta ziyorat qilsalaring bo'ladi. O'sha 2 marta ibodat qilinsa bo'ladi. Umra amalini qilsa bo'ladi. Umra amalini qilsa bo'ladi. Faqat bizda adashmasam bir to'lovga 2 marta umra amali bo'ladi. Hop, bu bizni firmamizdan endi beriladigan bepul sovg'alar. Bitta o'sha to'lov evasiga qanaqa sovg'alar bor? Sovg'alarimiz endi mana bu aeroportda $150, $200 sotiladi. 150 ming so'm, 150 ming so'm, 200 ming so'mga sotiladi. Atrofida. Atrofida sotiladi. Lekin buni sovg'a darajasida berilyapti. Mana shuni beriladi mana. 150 ming so'm, 200 ming so'm turadi. Samolyotda uchib ketayotganlaringda o'sha boshlarni qo'yib, bemalol dam olsalaring bo'ladi. Endi mana u birkamiz. Ha. Bejigimiz har bir insonga beramiz. Mana kompaniya hamma yo'q yozilgan. Hatto yo'qolib qoladigan bo'lsa ham o'sha qayerda istiqomat bo'lsa o'sha yerda topib olinadi bu odam. Endi mana nimcha kamzilcha. Kamzilchasi. Endi mana kamzilcha. Bitta so'mka beriladi. Har bir insonga bittadan so'mka. Ziyoratchimizga beriladi. Ziyoratchimizga. Mana hammasi bepul beriladi. Mana shu o'sha to'lov bitta to'lov evasiga beriladi. Hammasi shuning ichida. Eng yaqin kunlarga, qaysi kunlarga reyslarimiz bor va qayerdan reyslarimiz bor? Endi Farg'ona, Namangan, Toshkentdan bor. Farg'ona, Namangan, Toshkentdan. Haftada bir kun Toshkentdan. Qolgan kunlari mana 22-dan to 30-chislogacha kunora reyslarimiz bor. Farg'ona, Namangan, Toshkentdan bor reyslarimiz. Farg'ona, Namangan, Toshkent. Narxlari qanaqa endi? Narxlari Farg'onadan, Namangandan uchiladigan bo'lsa $1050 dan. Farg'ona bilan Namangan $1050, ha. Toshkentdan $1000 dan. Toshkentdan $1000 qilib beramiz. Xo'p, ana o'zlaring ko'rlang, iloji boricha to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Endi mabodo kami ko'rslar bo'ladigan bo'lsa uzr so'raymiz. Video kommentariyasiga savollaring bo'lsa yozib ketinglar, javob berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari misol uchun haligi yosh katta ukalarimiz, haligi yosh katta ota-onalari bo'ladigan bo'lsa, oyoqlari og'risa, unga aravacha olishadigan bo'lsa, Farg'onadan olishgani ma'qulmi yoki ag'dab beriladimi? Qanaqa bo'ladi tartibi? Endi mana yo'lda mana qiynalishadigan bo'lsa, o'zlari olsa ham sharoit bor. Bo'laveradi. Samolyot unga kilosiga pul oladimi, olmaydimi? Yo'q, u alohida u. Olinmaydi. Olinmaydi unga olinmaydi. Endi o'sha Makkani o'zidan olamiz desa, vaqf aravachalari bor. Bepul beriladi. Unga pul olmaydi, o'sha 14 kun bemalol ziyorat qilishaveradi. O'sha birinchi borgan kunlari o'shani olsalar, kelganlaricha ishlataveradilar. Ha. Bemalol. Unga hech qanaqa to'lov yo'q, o'sha bitta to'lov evasiga bemalol borib ziyorat ibodat qilib kelsa bo'ladi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Katta rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Harakat qilamiz keyingi videolarda yana hoji akam bilan bemalol chiqib videolar qilishlikka. O'zlari bilan birgalikda xudo xolasa ketadigan kunimizni bitta video qilib aytamiz. O'zlari bilan ziyoratchilarimizni olib ketib, birga ibodatlar qildirib, inshaalloh videolar qilib, xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Umraga bormoqchi bo'lgan, Ka'bani ziyorat qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar, tanish bilish qarindosh urug'larga tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.